İki olamda yürürsüz, iki olamda yürürsüz. O sizlerge rahmamo, rahmatan lil alamin deb ko'zturuzi janob. Qabringizda mavjur rahmati nuri Xudo. Har kishi qilsa ziyorat, dardiga topgay davo. Ravzai pokingizga keldim, ya Rasuli Mustafa. Bir nazar qilg'ilmagan, bir nazar qilg'ilmagan odam sabini hurmati ham halilu basaba Nuhi nabini hurmati ul Abu Bakr, ul Abu Bakr, Ömer, Osman, Ali'ni hurmati. Ravzai pokingizga keldim, ya Rasuli Mustafa. Hamda cismimda iman shoyista qildi tavba. Ul umid bilan borib, ul umid bilan borib, boshimni qo'ysam ravzaga. Hazrati odam duosi, Hazrati odam duosi bo'ldi mahbub Ka'baga. O'lmasin bu hazinikim, bordir boqiyaga. Ravzai pokingizga keldim, ya Rasuli Mustafa. Ravzai pokingizga keldik, ya Rasuli Mustafa. Ravzai pokingizga keldim, ya Rasuli Mustafa. Kelanda Jabra'il arshni istirgilkim, anda mehmon bo'lgan ya Rasulullah keladir. Mazo'il basar ko'zlik, shamsi va zuho yuzlik, barchadan shirin so'zliga Rasulullah keladir. Hammadan shirin so'zliga
Rasululloh keladur. Shamollarga muayyin sayr etishini qo'ysin, beodoblik qilmasin. Rasululloh keladur. Daryolarga ham aytgan mavjudishini qo'ysin, oldida saqov bo'lsin. Rasululloh keladur. Moliklarga muayyin do'zax eshigini yopsin, boshlariga dursot sinay. Rasululloh keladur. Ilmonlarga ham aytgan jannat eshigini ochsin, yo'llarga ko'z tutsin. Rasululloh keladur. Azroilga borib aytgan jon olishini qo'ysin, xizmatda muqim tursin. Rasululloh keladur. Ufuqul maqomiga borib yig'lab aytdi Jabroil, aldavsam yo Rasul, qanotlarim kuyadi. Mahshar kuni bo'lganda, qiyomat kun bo'lganda, yig'ilur haloyiqlar. Rasululloh kenglaridan mashrab qalandari keladur. Rasululloh kenglaridan ummatlariga keladur. Kelanda Jabroil arshni istirgim, anda mehmon bo'lgan yo'q. Rasululloh keladur. Allohumma salli. Ey odam, Alloh degin, qalbingga iymonlar kelur.
Allah degin kalbimga imonlar kelur eslagin goh o'limning dilga insonlar kelur saqla qalbingni hasaddan ham haromi shubhadan yaxshi bo'lsang hamda pok senga hidoyatlar kelur yaxshi bo'lsang hamda pok senga hidoyatlar kelur kamtarin bo'lgin jahonda el nazar qilsin desang el nazar qilsa sanga qoshingga podsholar kelur el nazar qilsa sanga qoshingga podsholar kelur og'ritib ojizlik ko'nglim men bahodirman demam senga ham Alloh tomonidan katta ozorlar kelur bir qo'lingdan kelsa yordam ojizu bechoraga ming balo sandan ketib o'rniga omadlar kelur oldi olsin otaning ham rozi qilsang onaning taqsirim aytibering taqsir mana bizga bergan hazratimiz shu tupayli mana biz xalqimizga elimizga o'zlaridan gapirganlar hazratimiz bizga berganlar gapirib Alloh subhanahu va taolo bu xizmatingiz ajrini shu dunyoda ham oxiratda ham bersin. Qiyomatgacha keladigan zurriyot bilan ikki dunyoning saodatiga musharraf qilib, maqbul dargoh bo'lgan barcha oliy maqsadlar, yaxshi niyatlaringiz Allohning o'zi yor, piruz sog'lom madadkor bo'lsin. Allohu akbar. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Xabaringlarimiz. Allohu akbar. Allohu akbar. Alloh rozi bo'lsin. Ashu bizni dema tambir nolasin, dema tambir nolasin, qo'l tashlaganda tordin, balki ultarona kelur san'atil jobbordin. Bu o'zcha bo'lmaydi ekan, ilohiy narsa ekan. Shu mana biz hazratimiz Pirqul Maqsum dadamiz bir joyda ehsondan kelganimizda qo'limga hujrat 20 yil bo'ldi. O'zimga hofiz zamanda changni otib qaqib majzubi rahmat alayhidan baytlardan aytib qo'yib qo'yaman.